Hozir shunda siz aka napringiz qilib skidga qildingizmi bu kiyim-kechak mana shimlarni? Yo'q aka, bular dushi Addushi ya. Hozir 79 mingdan. 79 ming. Haqiqat 79 mingdan. Addushi Bu 79 qatti ming shimlari aka. bu. Xitoy, Turkiya, O'zbekiston bor aka. Hozir siz hammasidan. biz aqlimiz yetmaydi. Xitoy, Turkiya qaysiligini, qaysi biri Turkiya bu yerda hozir? Birorta. Mana aka. Devaluationimiz Aha. bor. Turkiya. Bu Turkiya bu. Bular Turkiya. Qorani rangi hali nima bo'lib ketadi? Undan basa bu turetchi Yo'q yaxshi aka, bo'lsa xudo kerak. xolasa behijolar. Razmerlar bor. Razmerlar bor. Qaysi firmaniki bu Turkiyani? Livali. Livali. O'zi nechpur sotilganmi? Aka, bularni 280 ming sotganman. Yo'q. Hmm. 280 ming sotilgan o'zi. Ayt. Hozir 79 mingdan. Hozir 79 ming. Xitoylarchi? Aka, Xitoy shimlarim bor. Mana, bu klassikalar bor aka. Italyanskiy. O, mana shu ham zo'n narsa ekan-a. Hmm. Bu ham 79 ming. Bular ham hammasi aka 79 mingdan. Buni endi nima bilan kiyadi hozir? Ko'ylak bilan kiyadi endi. Ko'ylak, tufli, asosiy o'qishga kiyishga. Krossovkaga ham ketaveradi bu. Krossovka Pol klassikaga ketaveradi endi krossovkaga. Bundan tashqari mana turetchki qaysi firma edi bu? Futbolka. Savatini. Bu Turkiya. 139 ming. bu hayitga kiyib yuboradigan bo'libdi. Bular Xitoy. Xitoy. 139 ming. Bular ham Xitoy. Bundan tashqari ko'ryapsizlar, do'kon to'la assortiment, xohlagan narsangiz bor. Mana krossovka deysizmi, xullas cheskami, atirmi. Mana yerda yana nimalar bor mana, shimlari ham bor ekan mana yerda. Xo'p, lakatsamiz Marg'ilonda. Marg'ilonda mana Lazzat svetofordan shunday 10 yo'liga burilganingizda, 10 yo'liga burilishingizda o'ng qo'lda bir 50 metrdan keyin Forme magazinimiz. Kelaverasizlar, bemalol skidka narxida ulgurib olinglar. Sizlarga sog' bo'linglar.